Yurtimizda milliy madaniy merosni asrab-avaylash, uning nodir namunalarini kelgusi avlodga yetkazish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, xalqimiz ma'naviyatining ajralmas qismi bo'lgan milliy askiya va qiziqchilik san'atini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar o'z samarasini beryapti. Bu borada qabul qilingan muhim hujjatlar va amaliy tashabbuslar hududlarda yangi ijod maskanlarini tashkil etilishiga zamin yaratmoqda. Hozirgi lavhamizda shu mavzuda so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-iyuldagi qarori ijrosi doirasida mamlakatimizda milliy askiya va qiziqchilik san'atini rivojlantirish va uni asrab-avaylash va keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shu sa'y-harakatlar samarasi o'laroq Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida Yusufjon Qiziq Shakarjonov nomidagi askiya va qiziqchilik san'ati markazi tashkil etildi. Shuningdek, respublika bo'ylab 11 ta askiya va qiziqchilik mahorat maktablari faoliyati yo'lga qo'yildi. Jumladan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani madaniyat bo'limi qoshida Muhammad Sidiq Alixonov nomidagi askiya mahorat maktabi tashkil etildi. Hurmatli prezidentimizga ming rahmatlar aytaman. Sababi eng nodir, eng qadimiy, eng noyob san'at qo'pol qilib aytganda jar yoqasiga kelib qoluvdi. Prezidentimiz mana 2023-yil 11-iyuldagi respublikada askiya va qiziqchilik san'atini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkandan keyin biz o'sha yurtboshimizni qarorlaridan keyin shunaqa quvvat oldikki, maza qildik. Prezidentimizni askiya san'atini juda ham hurmat qilishini, o'zlari ham bu san'atni sevishini, mana shu qaror chiqarib bergandan keyin Madaniyat vazirligi tomonidan bir rejalar amalga oshirildiki, hozir respublikamizda quvonch bilan aytaman, 11 ta mahorat maktabi ishlayapti. 6 tasi askiya san'ati bo'yicha faoliyat olib boryapti, 5 tasi qiziqchilik san'ati bo'yicha. Askiyachilik sohasi bo'yicha Alloh o'sha insonga jinday iqtidor bermagan bo'lsa, u insondan hech qachon askiyasi chiqmaydi. Shuning uchun askiyachilikda usta shogird an'anasi ham juda ham nozikki, ustoz shogird topishda ehtiyot bo'lish kerak. Haqiqiy iqtidor bo'lib, o'shunda layoqat bo'lib, askiyaga moyillik bo'lsa, ana shuni shogird qilib tarbiyalash mumkin. Ayni paytda mazkur maktabda 10 nafar yoshdan iborat askiyachilar guruhi ustozlardan san'at sirlarini puxta o'zlashtirmoqda. Ularning orasida 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan 4 nafar shogird faol ishtirok etib, yurtimizda o'tkazilayotgan turli davlat tadbirlarida muntazam qatnashib kelmoqda. E'tiborlisi, joriy yilda jamoa respublika miqyosidagi ko'rik tanlovda ham munosib ishtirok etib, yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Xususan 2024-yilda Marg'ilon shahrida o'tkazilgan tanlovda 3-o'rinni egallagan bo'lsa, 2026-yil 3-4 aprel kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan respublika xushkayfiyat ko'rik tanlovida ham ishtirok etib, faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritib, viloyat sharafini munosib himoya qildilar. 3 yildan oshiq vaqt bo'ldi prezidentimizning shu sohani rivojlantirish to'g'risidagi qarorlar chiqqaniga. Bu vaqt ichida respublikamizda 11 ta shahar tumanida mahorat maktablarini ochdik. Bunda eng kamida 10 ta, ko'pi bilan 20 ta o'quvchi qatnashyapti. Bu degani 150 atrofidagi yoshlarimiz shu askiya va qiziqchilik mahorat maktabiga jalb qilinyapti. Mahorat maktabi o'quvchilarini ko'proq sohaga qiziqtirish maqsadida har yili xushkayfiyat ko'rik-tanlov konkursi o'tkazilib turiladi. Mana bu yilgi ko'rik-tanlov konkursi Toshkent shahrida o'tdi, Satira va yumor teatrida. Ana shu yerda qatnashgan guruhlarning o'zi biz 11 ta mahorat maktabi deyotgan bo'lsak, lekin guruhlar u yerda 20 tadan oshiq keldi. Qatnashuvchilarning o'zi 100 ga yaqin bo'ldi. Mana shu jarayonda amin bo'ldikki, biz hali bu sohani rivojlantirish uchun ko'p ishlar qilishimiz kerak ekan. Birinchi o'rinda biz mahorat maktablarining moddiy-texnik bazasi, xususan darsliklar bilan ta'minlash, adabiyotlar bilan ta'minlash. Yusufjon Qiziq Shakarjonov nomidagi shu Respublika askiya va qiziqchilik san'ati markazi 2025-yilda 4 ta shunday qo'llanma chiqardi. Undan oldin shunday 4 ta chiqqan. Hozir 10-12 ta atrofida adabiyotlar chiqdi. Bular mahorat maktablariga yetkazilyapti. Bu yil 26-yilda shunday qo'llanmaning yana 4 tasini chiqarish rejalashtirilgan. Jami 2030-yilgacha 30 ta adabiyot chiqish kerak. O'ylaymanki, o'zbek milliy askiya san'atini kelajak avlodga yetkazib qolishga qandaydir bir hissamizni qo'shamiz deb o'ylayman. Bu kabi yutuqlar milliy san'atimizni izchil rivojlantirayotgani, yosh avlod tomonidan uning an'analarini munosib davom ettirayotganidan dalolat beradi.